Shuningdek, endi bugungi to'yimizda asosiy sababchisi bu Qalandar ota, usta buva. Shu Mulla buvamiz, usta buvamiz elga manzur bo'lgan inson. Ben joy solmoqchi bo'ldim. Zerib Ramatovdan menga eng yaxshi usta berasan deb iltimos qildim. Ko'p ustalarni tavsiya qildi. Shularning ichida men shu usta Qalandar buvani bermasangiz bo'lmaydi deb iltimos qildim va nihoyat mana shu yashab turgan joyimni ustasi qurib ishga tushirgan usta shu usta Qalandar ota edi. Shu yerda o'sdik, ulg'aydik. 6 egizak 12 farzandlik ota-onasi bo'ldik. Elga manzur bo'lib yuribmiz hozir. Shuning uchun shu usta dunyodan o'tmasdan oldin qaqira shu kun Qur'on hayitining ertangi kuni meni chaqirdi. Kecha dedi Qur'onlik qildik dedi, kelib ro'yxatga ketdi dedi. Gapni qisqasi katta bir go'sht chiqarib, o'zining hayot yo'li va Kamiljon otaning yozib bilan bog'liq bo'lgan narsalarni birma-bir o'tirib yozdirdi menga. Ana shu yozgan narsalarni hammasini men yozib qo'ydim va nihoyat shu ko'nglimga keldi. Mana bugun nevarasini katta to'yda o'tirib ekanmiz. Shu ustozning aytgan barcha gaplari, Kamiljon otani yozib bilan bog'liq bo'lgan barcha sir asrorlar orqali 8 kitob yozib, keyingi kitobimga usta buva to'g'risida yozilgan operator yozilgan narsalarni men kirib keldim. Shuning uchun bu yerda usta buvani ruxsat bo'lsin. Gapni qisqasi mana shuna qatnashgan barcha insonlarga mana shunday yaxshi kunda o'tirmoq turmoq nasib bo'lsin qilgan. Bu kitobda Kamiljon otani yozilgan sir saqlangan barcha sir asrorlari, boshqa gap so'zlari, shuningdek usta buva to'g'risida tarixiy ma'lumotlarni keltirdim. Shuning uchun Rashidbek sizga yoki bo'lmasa o'g'liga birisiga yana shu kitobni esdalik sifatida gelin mübarek olsun, toy mübarek olsun. Bu toy hammamizde toyumuz, hammamizde toyumuz, hammamizde gözümüz aydın olsun. Benden kabul kılıp alın da Rashidbek'in kardeşleri birisi gelin. Artma, gelin. Gelin beni iskelin. Ya Mehmet ağam ala versin, ala ölse. Mehmet ağam. Gelin. Bana kabul kılıp alın. Kabul kılıp alın. Cüle kette. Ben bunu kabul kılıp alın. Sağ olun. Olmasa şöyle cüle kette bir insanlar oturuptu. Birbirinizden şiirin, birbirinizden yakşı insanlar. Bana görüp gözüm kanıp oturttu. Bu dasturxanda yazış özünde bizim olmaydı. Ustanın yanına yakın çırakları ne kadar uzaklarga nur taşlap turganligini men bir guvoh bo'ldim. Shuning uchun bile qatnashib o'tirgan birbiringizdan aziz, birbiringizdan hurmatli, el ichida mukarram aziz topgan insonlar o'tiribsizlar. Hali men 87 yoshimga kirsam ham sizlarning to'ylaringizga borib muborakbod qilib o'tirayman. To'ylar muborak bo'lsin. Endi birga o'tmoqchiman. Hozir mena bu yerda bir san'atkor, chunki men o'tirib tinglab o'tirdim. Shakarjon opa Xo'jani yozib va Kamiljon akaning yubileyida Narvashmoqqa kelganda bir gap aytdi. Oblastning hokimining nimasi bor, Shakarjon opa Xo'jani yozib. Xotin qizlar. Yo'q, endi hozir boshqa odam. Gapni qisqasi siz dedi. Qayerga Xorazmdan bormoqchi bo'lsangiz dedi, birinchi navbatda dedi. Bir yoki ikki Kamiljon otaning yozib ijro qilgan ashulalarni ayting dedi. Keyin fonogramma qilsangiz da qilavering dedi. Shuning uchun mana bu san'atkorimiz ko'pchilik ashulalarni Kamiljon otani yozib ijro qilgan ashulalardan ijro qildi. Shuning uchun san'atkor olib beraveling napiyarni. Bu yoqqa keling san'atkorimiz. Bera keling, nerasiz? Allah'a yetti. Mana kerak. Ovozingizga ovoz. Hem robotçusunuzdan bir de bir uçlarınızı arasında var ekan. Avat. Ben bir yanına aytib, O'zbekiston televideniya orqali bergan vaqtda Rahmatjon Qurbonov bir gap aytdi. Qara so'nggi so'zingizni ayting dedi. So'nggi so'zim shu dedi. Xorazm ular Shavot tumanida dedi. Kamiljon otaning kolxozda Erkin ota Allohov degan odam bor ekan dedi. Ava bu shunchalik ishlagan dedi. Shuning uchun bu Kamiljon Shunos degan zoniya berib ketdi menga rahmatlik. Shuning uchun kuanaman. Gapni sizga to'ylar muborak bo'lsin. Hammangizga o'zim aytdim bo'lsin. Hamdalı sağ olun. Şimdi oynayıp günü toylarda yakışıkları gitsen, yeser etsin. Endi bir yanına aytayım. Kimde kim Amu Deryo'ga Mangıt'ta temir yolunu, yangi temir yolunu köprünün kuruluşunda üstünde o'tganmisizlar. Temir yo'l ko'prigi, avtomobil ko'prigi bor. Jumaxon o'tishunlar. Jumaxon o'tgan bo'lsa qarab tursinlar. Shu temir yo'l ko'prining qurilishidan bu shunda olib borib ikki to'lani ikkita to'ydik 5 ming odamning ichida
1000 yillik arzu qilgan temir yo'l o'chib qoldimi? Evet, o'chib turibdi. 1000 yillik arzu qilgan temir yo'l ko'prigiga 1000 yillik temir yo'l ko'prigiga oltin qaziqni qoqib prezidentning oldida yurgan men shu. Rahmat size. Rahmat.